Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hop, yana biz sizlarga live hack qilishda davom etyapmiz. Xudo xolasa. Shu qo'yimiz hozir tug'di. Bugun qo'chqor tug'di. Kilosi 6 kilo, xudo xolasa. 5 kilo 960 da 6 kiloda 6 kiloda qo'zi tug'ildi. Onasi sut kelmayapti. Shundoq katta yelin. Oldinlari Apilak degan tabletka chiqizardik qo'ylarimizga. Darrov sut kelib ketardi. Endi hozirgi kunda Apilak degan tabletka chiqmay qo'yibdi, kelmayapti ekan. Shuning uchun Mukalak degan tabletka bor ekan. Shu tabletkadan mana Mukalak degan tabletka ekan. Buni ko'rinishda urar ekan. Bitta qo'yga bir donadan 3 mahal chiqizilar ekan. Hop. Endi nobodimda bunaqa tabletkani topa olmasanglar, Satson degan ukol bor. Ko'pchilikka tanish bo'lsa kerak bu ukol. Shu ukoldan qilishimiz kerak. Qo'lingizdan keladigan bo'lsa tomiriga qilinglar. Agar qo'ldan kelmaydiganlar bo'lsa, tirosti qilsa ham bo'laveradi. Yana bitta doktordan maslahatlashib turib keyin qilishingiz kerak. Biz doktorimizga maslahat qilsak, tirostiga qilsa bo'laveradi deyishdi. Endi halicha qilganimiz yo'q, xudo xolasa hozir qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bu qo'zining otasi, bu qo'zimiz polvonni nevarasi bo'lib shunda. Polvon qo'chqarimiz mana. Pantera degan qo'zimiz bo'lardi. Ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Panteradan birinchi probniki, xudo xolasa bu qo'zi. Bu qo'yimiz ham bo'g'oz. Bu qo'yimiz Boost degan qo'chqarimizdan bo'g'oz. Birinchi probnikni olayotganmiz. Hozir onasini yemishni boshladi qo'yimiz. Xudo xolasa sut kelyapti. Sut kelyapti, qo'yimiz yemishni boshladi onasini. Endi hozir shu Satson ukolini qilib qo'yamiz. Qo'chqor tug'ildi. Polvon qo'chqarimizni nevarasi bo'lib qoladi. Pantera degan qo'yimizni birinchi probnik bolasi bo'lib qoladi. Mana Pantera qo'chqarimiz. Tur o'rningda. Tur. Pantera qo'chqarimiz. Mana Pantera qo'chqarimiz. Polvon qo'chqarimiz o'g'li. 10 oylik bo'ldi. Boyu 95. Kilosini bilmayman hozirgi kunda to'g'risi. Buni birinchi probniy o'g'li hozir tushgan qo'zimiz. Mana polvon qo'chqarimiz. Polvon qo'chqarimiz o'g'li hozir Pantera qo'yimiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, bundan-da chiroyli, bundan-da qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz, xudo xolasa. Qo'zimiz ham chiroyli qo'zimiz bor. Otasi, onasi shu yonidagi Arashan, bu afg'on. Qo'llab-quvvatlab turinglar, bundan-da chiroyli, bundan-da qiziqarli videolarni chiqarishda davom etamiz.